Bu videoni ayoli qizg'anchiq erkaklarga ko'rishni tavsiya qilaman. Sababi bu parfyumlarni sepganingizdan keyin qizlar gap otish ehtimoli juda ham ko'payib ketishi bu yaxshi holat emas. Sizlar uchun 4 ta 10 mglikdan nabor tayyorlaganman. 100% original garantiyali mahsulotlar. Carolina Herreradan Chic parfyumini tanladim, sababi 2003-yildan beri mashhurlikka erishgan bu parfyum. Hop, keyingisi esa Acqua di Gio Giorgio Armani'dan 100% original parfyum. Bu setga qo'shmasam bo'lmasdi bu parfyum, chunki juda ham mashhur parfyum. Свежий dengiz hidlari, sitrusovый ochiladigan bu parfyumimiz. Keyingisi esa Saint Laurentdan bu parfyumni qo'shishga qaror qildim. Bu parfyum, bilasizlarmi, mani eng yaxshi ko'rgan parfyumim, sababi bu parfyumni qo'shmasam bo'lmasdi, chunki juda ham yaxshi va hit bo'lgan parfyum. Hop, keyingisi esa Versace'dan Delan Blue'ni men sostavga qo'shdim. So'zsiz, o'ylashlarsiz qo'shishim shart edi, chunki muskus, greyfurt, mineral hidlar bilan aynan yoz uchun dengiz hidi, bergamot bilan ochiladigan parfyum. Yozda sizlarni yozgi atir kolleksiyalarida bu parfyumlar juda ham asosiy o'rin egallashiga ishonaman.